Tuxumni suvda pishirib yevamay urug' tuqqanlarman. Ma'nada kebab ta'mini qilsanglar, balalaringlar talashib yeb ketadi. Hatto mening idimmi men shunday qilib bersam 8 soat tuxumni biroqla yevatdi. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganolasiz, samsugunish boshlar ketdi. Avval haqiqiy mekan kakilgan tuxumdan 9 soat tayyor qilib, buni suvda bir qaynatib olib, ravr sovuq suvda bir chayqitib, shaklini suyatgandan keyin suratdagidek cho'risiga pichoq urib olamiz. Bunda qilganda tuxumimizningki ta'mi texim yeyishib bo'ladi, sağan tesiz qo'llarimizning ta'mi ichiga to'liq singib kiradi. Arqadan qozonga men izchil shiltib kelayotgan Elnorining bulg'anmadan va uzunlik kuyishdan xoli bo'lgan tunji siqim 1-darajalik yeşil o'lchimidagi zarangizmayda muvofiq miqdorda qo'yib, may qiziganda tuxumni selib, to'xtamay aralashtirib qo'rsak suratdagidek mana shunday qizg'ish tariqalat keladi. Dal mush vaqtda avval o'tni o'chirib, tuxumni kebab ta'mini chiqarish uchun az miqdorda tuz, kavavichin, zira, kunjut va yarim qo'shib quvvatlar selib, o'tning muddasini tuvan qilib, to'xtamay aralashtirib o'rib qo'rib, ta'mini to'liq so'ndirib olgandan keyin taxsiga kelib iste'mol qilishni boshlab bo'ladi. Tuxumni oilada mush usul bo'yicha bir sinab ko'rsanlar, chuqur yoqtirib qolasizlar. Oxirida yaqinni bir qo'llash nihoyat az bo'lib qoladi do'stlar. Texim yaxshi mazmunlar yo'l uchun haqsiz yurakdan bir berib qo'llab qo'ysanglar, kelar seni ko'rishar xayr xo'sh.